Men bir gapni juda ham ko'p eshityapman. Men hech qaysi savdogarga jang ochganim yo'q. Buni iltimos to'g'ri qabul qilishlaringni istar edim. Lekin juda ham ko'p eshitganimdan keyin, menga ham shu gapni aytishgandan keyin men hayron qolib ularga javobimni ham berdim. Masalan, biz yuzimizga qo'yadigan niqobni joyi kelsa, shuni deyishyaptiki, bir martalik niqobni bizga aytishyaptiki, sen buni bir marta yuzingga qo'yganda, keyin uni qutisiga yana qaytarib solib qo'ygin. Chunki degan uni qutisida suvi bor. Sen ertasi kuni ham bu niqobdan foydalana olasan degan gaplarni gapirishyapti. Iltimos sizlardan shunday gapni gapiradigan savdogarlardan narsa olmaslikka harakat qiling. Chunki deganda ular yolg'on gapirishyapti. Ular o'zini mahsulotini o'tkazmoqchi bo'lyapti. U o'zini ismi bilan, o'zini oti bilan одноразовый, bir martalik deb aytilyapti-ku, u maska, u niqob. Siz uni chiqarib musurga, uni chiqarib axlatga tashlab borishingiz kerak bir martadan keyin. Siz qayerga ko'rgansiz? Одноразовый shprits bor-ku, bir martalik. Uni ukol qilganda kim yana uni 2-3 marta ukol qilyapti qayta-qayta. Chiqarib uni axlatga tashlab boryapmiz-ku, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam qo'pol bo'lsa ham uzr, ayollar, qizlar, ming marta uzr so'rayman. Masalan, erkaklar ishlatiradigan narsasini bir martadan keyin chiqarib axlatga tashlab boryaptimi? Yo, eshitganmiz biror marta ertasi kuniga olib qo'ygin yoki ertasi kuni ishlataman degan gapni eshitganmisiz? Hech qachon bu gapni eshitmagansiz, eshitmaysiz ham. Chunki deganda biz bilamiz, u bir martalik. Xuddi shunday bizning yuzimizda qo'yiladigan niqob ham bir martalik u niqob. Ishonmanglar, 2-3 marta ishlatiladi bu niqob. Qimmatga olyapsiz. 2-3 marta ishlatilayotganligi uchun qimmatga sotyapmiz degan gaplarga ishonmanglar. Chunki deganda har bir niqob yuzga qo'yilaydigani bir martalik. Chiqaringda axlatga tashlab yuboring. O'zingiz yuzingizni ertasi kuni yana o'sha niqobni qo'yib, bakteriyalarni ko'paytirib, yuzingizni buzilishiga yo'l qo'ymang, hurmatli ayollar va qizlar.